Assalomu alaykum, Hojona, yaxshimisiz? Salom, rahmat. Biz yaxshimisiz? Qayerdan keldingiz, Hojona? Biz Toshkent viloyati Parkent tumanidan keldik. Nima shikoyat bilan kelgan edingiz? Mana qandli diabetim bor. Keyin belimda ozgina og'riq bor edi, oyog'imda bor edi. Shularni davolagan, lecheniya olgani, fizioterapiya olgani keldik. Yoqyaptimi sizga sanatoriyamizdagi lecheniyalar? Fizioterapiyasi yaxshi, massaji bor, yaxshi. Hamma lecheniyalar bor. Hamma lecheniyalari bor. Qizlari, xizmatchilari juda ham yaxshi ekan. Muomalalari yaxshi, o'z vaqtida qilyapti. Ro'za Ramazon kunida ham iftorligimizni, ham saharligimizni ham qilib beryapti. Juda ham yaxshi. Xursandmiz. Hammasiga rahmat aytaman. Tanjonlik, hammangizning tanjoni sog' bo'lsin. Kelinglar, hammangizga tavsiya qilaman. Kelganimizdan beri Lyuksxonada dam olyapmiz. Ramazon munosabati bilan 40% ga tushirishib 200 ming so'mdan to'lanyapti. Kelinglar, hammangizga tavsiya qilamiz. Ham arzon, ham lecheniyalari juda ham yaxshi. Hammangizga yoqadi kelsanglar. Xursand bo'lib ketasizlar. Kelinglar, tavsiya qilamiz hammangizga. Rahmat, Hojona, sog' bo'ling.